Qorash degan mushuk baxtik. Takudon degan anjirlar qildi mana. Qorash mana salqinga tushib yotibdi. Qorash. Bu ham erkak ona. Hoppa. Xudo yaxshilar mana. 30 gektarlik bog'imiz. Voy. Ko'katlar quridi уже. Badrillar olinib ketdi bu yerda. Karomlar juda qurtaydi-yu, mayli, sal bo'ldi endi. Baqlajonlar ham o'ta go'zal bo'ldi mana. O'ta go'zal olib mana baqlajonlar shirin bo'lib bo'lyapti. Ha, bu yoqda mana shu bolgarskiylar, bulg'or qalampir deb ham ko'ring mana bitta tubni o'zida 6 ta. Mana bunisida 5 ta. Shu issiqda so'rib, hozir kech payt yana yashnab qoladi bular. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekan bitta tubni o'zida. Oila. Bular nimaga uzmayapmiz desam, onamga sen tezroq video qilib olsang keyin uzib yuboramiz deydi. Bo'pti deb mana kunda issiqda sizlarga video qilyapman. Eslatib qolsin deb mana bolgarskiy. Mana pomidorlar yiqilib ketdi pishib. Hop. Mana. Ancha qizarib ham qoldi, shakani qizardimi? Olmalar ham kattayib ketdi mana. Biz yaxshilar. Pomidordan muammo yo'q, kelaverasizlar mana. Ekkan suqqan cho'paylarimiz ham yiqilib ketdi, pishib ketganida. Qulpinoylar ham turib aslida kuzda bo'ladi. Mashq holatiga mana. Hamma yoqda nima bo'ldi, kiyimlar mana pomidorga kirib. Mana bitta uzamiz. O. Moskova badrin pomidor degani mana shu bo'ladi mana. O'rtoqlar. Shotlandskiy atirgullar ham mana shu yerda mana. Kelaverasizlar, xohlasa 30 gektarlik bog'imizda mana. Esdalik bo'lib qoldi bu yo'li. Ama kiyimda dabdala bo'ldi. Mana olma. Yana bitta. Qorash yotibdi mana shu yerda mana salqinni maza qilib. Shu olmagacha ulanib ketdi. Bu pomidorimizni qarang mana. Qoyili.